Siz aytgan manzilga ham yetib keldik. Degan bo'lsa yaxshi. Bu pulni oling, kim ko'rsatib ishlatasiz. Bekiganim birov bilmasin. Hop. Turib qo'ymadimmi, ishqilib. Meni optog'ayim kelibdi-yu. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ichkaridan kim bor ekan-ku? Sen o'zingda vaziyat bo'lmayapti-yu. Ering ham ketdi, endi bir maza qilib aylanamiz. Hozir 1 minut. Allo. Aka, yaxshimisiz? O'zim telefon qilib beraman deb esdan chiqib qolibdi aka. Bo'ldi aka, bugun erta xalqqa beraman aka pulingizni. Hop aka, o'zim telefon qilib beraman. Gapma bo'ldi, qanaqa problema haqida gapiryapti? Xullas bittasidan $3000 qarzim bor edi. Hozir ashini so'rab qilyapti. Bo'ldi, diqqat qilmang, menda pul bor, beraman o'zimizga. Yuring, olib beraman. Mana siz aytgan pul boshchasi bilan. To'g'risi pul kerak-yu, lekin olishga hijolat bo'lyapman. Agar meni yaxshi ko'rsata olasiz. Bo'pti, qo'ymading. Bo'pti, sen bilan boshqa kuni ko'rishamiz. Bo'pti, mayli. Ertaga ko'rishamiz. Birinchi plan ham bajarildi. Endi ikkinchisiga o'tamiz.